reaktivniy poliartrit deb qo'ygan tashxis doktor. Zirqir edi yelkam, bo'g'imlarim. Ertalab Tylenol ichaman, ular Tylenolni, biz paracetamolmiz. Kechqurun yotishda yana Tylenol ichaman, yotaman. Keyin Instagramda noziman. Qarasam kollagen ketyapti bo'g'imlar orig'iga degan narsani bitta reklamada eshitganman xolos, bo'g'imlar orig'iga. Kollagenni 10 talikni zakaz qilganman. Qani ichib ko'raychi deb. Jon holat, og'riq poliartritda og'rig'ini poliartrit bilan og'riganlar biladi xolos. 3-kundan turib bolalarimga yaxshi zavtrak tayyorlashni boshladim. Keyin 4-kundan muzikalar qo'yib o'ynashni boshladim. Deyman, hayot go'zalmi cho'ta deyman. Keyin o'sha 5-kundan menda o'zi ginekologiya muammolarim yaxshilandi. O'sha paytda biuronda skidka bo'lib, biuronni tarkibini o'sha imенно sustavlar uchun deyotgan eshitdimda, o'zi keyin biuronga urdim. Biuron zakaz qildim. Biuron zakaz qilayotgan paytim o'sha korolga sekin kirib keldim-da, bular chatlarni eshitsam detoks bilan boshlash kerak deydi. O'sha shu bilan keyin detoksga o'tdim. Men Xudoga shukr qilib yig'laganman, shu dardga shifo borligiga shukr qilib yig'laganman.